o'zgarishlar yaxshi tomonga. Chet davlatlarda nimalar bo'lsa hamma yo'q bizda bor deymiz, shukr qilamiz. Yaxshi to'kin sochin, yemoq-ichmoqlar ham. Undan faxrlanamiz rahbarlarimizdan ham shunaqa sharoitga berganiga. Katta o'zgarish bo'lyapti bu yerda. Oldin qishloqlarda loy tom yoki bo'lmasa shipi tunikali uylarda yashaganmiz. Loy suvoq. Mana bu yerga kelsangiz hamma yoq sharoit bor. Issiq suv, sovuq suv. Men Andijonga kelin bo'lib tushganman, lekin Andijonni juda ham sevaman. Qir adirlar mana shunaqangi bo'ston go'zal bo'lib ketadi deb kim o'ylabdi? Hammasi inson uchun, xalq uchun bo'lyapti. Davlat rahbari kelgan joy gullaydi, fayz baraka keladi. Xalq xursand bo'ladi. Andijonda kindik qonim to'kilgan. Andijon viloyatining Xonobod shahridanman va bundan juda ham faxrlanaman. Toshkentda hozir o'qish faoliyatim davom ettirayotganligim sababli vaqt topib Andijonga kelamanda va borgan sari ko'zim quvnayapti, chunki o'zgarishlarni ko'ryapman. Juda ham obod bo'lyapti Andijon. Bundan xursandman. Menimcha bundan barcha yoshlarimiz xursand. Tog'i shamol bo'ylarini kezib yurdim, bobolarim pak ruhini sezib turdim, tuprog'ini kaftga olib ko'zga surtdim, shoh pahlavon Bobur yurtim Andijonim.